Meni urib yuborgan shopir sizmi? Men bo'laman aka. Iltimos meni kechiring. Atay qilmadim. O'zingiz ham yo'ldan bexosdan chiqib yubordingiz-da. Voy, qo'lim, qo'l. Aka, nima uchun dori kerak bo'lsa, hammasini topib kelaman. Faqat iltimos aka, gayga yozib bermang. Da. Sizga bir xizmat bor. Xo'sh. Hozir meni kalitim priyomdan olasiz. Uyga borsangiz, uyda bir mehmon bor. Shuni rozi qilib jo'natib yuborasiz. Hey. Nimaga olayasiz? U mehmon hammomda. Siz uyimni ochib kirib, mehmondan uzr so'raysiz. Hammasini shunaqa bo'ldi deb tushuntirasiz. Mehmonni rozi qilib jo'natib yuborib, keyin xohlagan joyingizga boring.